Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bugun shaxsimizga, ya'ni o'zimizgagina tegishli bo'lgan ma'lumotlar va uni himoya qilish zarurati haqida suhbatlashmoqchimiz. Ta'rifga e'tibor qaratamiz. Shaxsiy ma'lumotlar bu faqatgina familiya yoki manzil emas, balki bank hisob raqamlari, ijtimoiy tarmoqlardagi profillar, tibbiy yozuvlar va boshqa ko'plab ma'lumotlarning kalitidir. Ularning sizib chiqishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Moliyaviy yo'qotishlardan tortib shaxsiy hayotning buzilishigacha. Zamonaviy dunyoda internetda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish endi shunchaki tavsiya emas, balki har bir kishiga tegishli bo'lgan zaruratdir. Demak, raqamli olamda himoyalanish ham bugun dolzarb. Shaxsiy raqamli xavfsizlik. Internetda shaxsiy ma'lumotlarni qanday himoya qilish mumkin? Aynan shular to'g'risida ma'lumotlar olish uchun studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz, tanishtirib o'taman. Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi boshlig'i o'rinbosari Umidjon Hamroqulov. Xush kelibsiz. Kiberxavfsizlik markazi davlat uyintar korxonasi mutaxassisi Mashhura Rahmonqulova. Xush kelibsiz. Bilim va axborot kutubxona markazining axborot texnologiyalari va innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha direktor o'rinbosari Sevara Xudoyberdiyeva hamda kiberxavfsizlik markazi davlat uyintar korxonasi bosh mutaxassisi Isroiljon Saydaliyev. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar yana bir bor. Hurmatli ekspertlar, keling, mana biz shaxsiy raqamli xavfsizlik deyapmiz. Umuman, dastavval shu haqda sodda tarzda ma'lumot berib o'tsak, o'zi shaxsiy raqamli xavfsizlik nimasi bilan ahamiyatli? Marhamat, Mashhuraxon. Shaxsiy raqamli xavfsizlikka to'xtalishimizdan oldin aynan shaxsiy ma'lumotlar haqida bilib olishimiz kerak. Demak, shaxsiy ma'lumotlar muayyan bir shaxsga taalluqli bo'lgan, uni identifikatsiya qiluvchi har qanday ma'lumot bo'lishi mumkin. Bu elektron tarzda, qog'ozda yoki boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasida qonuni imzolangan 547-sonli qonunda ko'rsatib o'tilgan. Demak, agar shaxsga doir ma'lumotlarni xavfsizligi buzilishiga, qandaydir zarar yetkazilishiga olib keladigan bo'lsa, bu bo'yicha ham aynan mana shu qonunda belgilab o'tilgan. Endi O'zbekiston Respublikasida foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari keng tarqalishi kuzatilmoqda so'nggi yillarda va bularga asosiy sabablar qilib ko'rsatishimiz mumkin. Demak, zaif parol siyosatidan foydalanish, bundan tashqari inson omili va litsenziyalanmagan dasturiy vositalardan foydalanish, dasturiy vositalarga yoki qurilmaga viruslarni yuqtirish. Hozirgi kunda eng keng tarqalgan usullardan biri bu ijtimoiy muhandislik, ya'ni phishing hujumlari hisoblanadi. Mana shu yuqorida ko'rsatilgan sabablar orqali, demak, hozirgi kunda shaxsiy ma'lumotlarning sizib chiqishi kuzatilmoqda. Rahmat. Isroiljon aka, siz ayni mavzuda qo'shimcha qilsangiz, nega biz shu darajada shaxsiy raqamli xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ko'p harakat qilinyapti? Nega bu darajada dolzarb bu mavzu? Bugungi kunda shaxsga doir raqamli baza shakllantirilmoqda. Ya'ni bizda olingan xizmatlar joyida ko'rsatilardi, fuqaroning arizasi va to'g'ridan-to'g'ri davlat binosiga tashrif buyurgan holda. Hozirgi paytda deyarli barcha davlat xizmatlari elektron shaklga o'tkazildi. Yagona portal orqali har bitta davlat tashkilotining o'zini qabulxonasi orqali, elektron qabulxonasi orqali elektron tarzda amalga oshirildi va bu yana ham mana shu shaxsga doir ma'lumotlarni elektron tarzda aylanishiga, shaxsga doir ma'lumotlar bazalarini shakllanishiga va o'z-o'zidan mana shu shaxsga doir ma'lumotlar ustidan nazorat o'rnatilishiga talabni oshirib yubordi va mana shu shaxsga doir ma'lumotlarning munosabatini tartibga solish uchun hamkasbimiz aytib o'tgandek O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan va bu qonunni 4-moddasida atamalar bo'limida ta'rif berib o'tilgan, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlar nimaligi, shaxsga doir ma'lumotlar bazasi operatori kimligi va shaxsga doir ma'lumotlar bazasi mulkdori kimligi haqida ajratilgan va uni 28-29-moddalarida mana shu shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanish tartibi, ya'ni kim shaxsni yozma yoki elektron roziligi bilan amalga oshiriladi deb qat'iy belgilab qo'yilgan va mana shu qonunda shaxsga doir ma'lumotlarni saqlash, ular ustidan nazorat olib borish hamda ularni shaxsga doir ma'lumotlar foydalanuvchi ma'lumotlar bazasini reyestrini tashkil qilish bo'yicha topshiriq berilgan va oldin O'zbekiston Respublikasi davlat personallashtirish markazi va hozirgi kunda Adliya vazirligi huzuridagi personallashtirish agentligi yagona integrator, ya'ni yagona mas'ul tashkilot deb belgilangan va bu tashkilot jamiki mana shu O'zbekistonda shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanadigan ma'lumotlar bazasini reyestrini yuritib boradi. Endi bu mavzuning dolzarbligi o'z-o'zidan ayonki, internet tarmog'ida
har bitta qilingan harakat bu eslab qolinadi. Ya'ni qaysi ma'nodaki elektron iz deb ataladi bu narsani. Sizni internetda qilgan har bitta harakatingizni elektron izlari serverlarda, mobil qurilmangizda va boshqa kompyuterlarda saqlanib boradi va bu elektron izlarni to'planishi va bu elektron izlarni masalan ma'lumot sizib chiqish natijasida oshkor bo'lishi yoki kim foydalanuvchining o'zining ehtiyojligi sababli rasman tasdiqlanmagan va shu ro'yxatdan o'tmagan resursga o'zining shaxsiy ma'lumotlarini berishi bu unga nisbatan kiber hujum xavfini oshiradi. Ya'ni qaysi ma'nodaki mana shu raqamlashtirilgan ma'lumotlarni sizib chiqishi kiber hujumchilar va kiber firibgarlarga shu shaxsga nisbatan keyingi tahdidlarni bajarish imkoniyatini beradi. Va mana shu tahdidlarni bajarilishini oldini olish maqsadida bir qator chora-tadbirlar ko'rilgan, xususan Kiber xavfsizlik markazi davlat unitar korxonasi tomonidan mana shu ma'lumotlar bazalari, axborot tizimlarini muayyan tartibda ekspertizadan o'tkazish, so'rov asosida davriy ravishda va 24/7 monitoring tadbiri orqali doimiy kuzatib borish, ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni sizib chiqishini oldini olish hamda aholiga tushuntirishlar olib borish. Ya'ni kim hozirgi kundagi phishing resurslari bo'yicha aholiga tushuntirishlar olib borish bo'yicha amaliyotlar amalga oshiriladi. Bu mavzuning dolzarbligi qisqacha qilib aytganimizda sizni elektron ma'lumotlaringizni sizib chiqishi bu sizga bo'lgan kiber tahdidni paydo bo'lishiga olib keladi va mana shuni oldini olish maqsadida ishlar olib borilyapti. Tushunib yetishimiz kerak. Misol uchun an'anaviy usulda biz ilgarilari aynan shaxsni tasdiqlovchi pasport deymiz, uni taqdim etish orqali va to'g'ridan to'g'ri o'zimiz o'sha joyda bo'lishimiz kerak edi. U ma'lumot taqdim etilgandan keyin biz o'z maqsadimizga erishishimiz mumkin edi. Endi esa biz o'zimizni shaxsga doir ma'lumotlarimizni demak internet bazasiga kiritganimizdan keyin endi agar uni himoyasini biz o'ylamasak, bundan to'g'ri kelgan o'sha g'araz niyatdagi insonlar ham o'z maqsadida yo'lda foydalanishi mumkin ekan. Osonlikcha, to'g'rimi yo'qmi? Xuddi shunday. Chunki avval siz aytgandek pasport bizda qog'oz ko'rinishda edi. Uni biz taqdim qilgan holda davlat xizmatlari foydalanib, o'zimizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni olib va yana masalan moliyaviy operatsiyalar, bank operatsiyalari va yana o'sha yuridik xizmatlardan foydalanardik. Hozirgi kunda pasport har bitta guvohnoma elektron ko'rinishda mavjud. O'sha MyGov davlat xizmatlari portalida ham, ya'ni soliq ilovasida ham elektron ko'rinishda pasportingiz, haydovchi guvohnomasi, sizni mana shu mulkka bo'lgan hamma huquqlaringiz elektron ko'rinishda mavjud. Bu degani bizga tegishli bo'lgan hamma shaxsga doir ma'lumotlarimiz, hattoki biometrik ma'lumotlarimiz elektron bazalarga yig'ildi va hozirda davlat xizmatlarini ko'rsatishga foydalanmoqda. Va hozirda shunaqa qulaylik yaratilganki, birgina identifikatsiya tizimi orqali siz istalgan davlat xizmatiga o'tishingiz va undan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bunda yuridik xizmatlardan ham foydalanishingiz mumkin. Bularni xavfsizligini ta'minlashi asosiy ustuvorligi mana shu aholimizga, ya'ni kim uning shaxsiy ma'lumotlariga boshqa bir g'arazli shaxslarning ega chiqmasligini ta'minlash bizda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Keling, aynan ichki ishlar tizimida mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalsak, mamlakatimizda shaxsiy ma'lumotlar himoyasini kuchaytirish va umumiy raqamli barqarorlikni oshirish uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Marhamat, shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Mazkur mavzuning dolzarbligi asosan oldingi turdagi sodir etilayotgan jinoyatlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu oddiygina shu shaxsiy ma'lumotlarning tarqatilishi deb qaralgan jinoyatlar bugungi kunda shaxsning hayotiga daxl solish bilan bog'liq holatlargacha olib kelmoqda. Ya'ni kim oldin faqatgina moliyaviy jihatdan yoki ma'naviy jihatdan ta'sir etadigan jinoyatlar sodir etilayotgan bo'lsa, bugunga kelib mazkur turdagi shaxsiy ma'lumotlarni oshkor etilishi shaxsiy hayot bilan bog'liq, shaxsiy daxlsizlik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etilishigacha olib kelmoqda. Endi bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi tizimida mazkur sohada juda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Oxirgi so'nggi yillardagi ishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, jahon tajribasi o'rganilganda, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlarning tarqalishi bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishiga asosiy sabablardan biri bu shu fuqarolarimizning shaxsga doir ma'lumotlar bilan bog'liq ma'lumotlarni bilan ishlay olish qobiliyatiga ega bo'lmasligi. Savodxonlik masalasi. Savodxonlik masalasi. Ya'ni bugungi kunda oddiy qilib tushuntirganda kibergigiyena tushunchasining yo'qligi. Mazkur turdagi kibergigiyenani shakllantirish bo'yicha o'tgan yilning o'zida 20 mingdan ortiq turli xil tadbirlar o'tkazganmiz. Mazkur tadbirlar, tushuntirish tadbirlari davomida har bir oilagacha, har bir fuqarolarimiz bilan ushbu turdagi shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash, ulardan to'g'ri foydalanish bo'yicha
turli xil interaktiv usullarda tadbirlar olib borganmiz. Mazkur tadbirlar davomida aynan shaxsga doir ma'lumotlarning tarqalishi qanday oqibatlarga olib kelishi bo'yicha videoroliklar yoki aniq misollar ko'rinishida tushunchalar berib borilgan. Umidjon aka, mana biz ko'p holatlarda aynan o'sha mana kibergigiyena deyapmiz yoki o'sha savodxonlik masalasini gapiryapmiz-da, lekin to'g'ri oqibatlarini aholiga, foydalanuvchilarga tushuntiramiz, lekin birovning shaxsiy ma'lumotlaridan foydalanish qanday oqibatlarga olib kelishi haqida ham ma'lumotlar berib boriladimi? Xuddi shunday, bu haqida keng ommaviy axborot vositalarida, televideniya va radiolar orqali tushuntirishlar olib borilmoqda bugungi kunda. Lekin bu tushuntirishlarimiz bugungi kunda yetarlicha emasligini mana so'nggi yillardagi sodir etilayotgan jinoyatlar ham ko'rsatib turibdi. Bu bo'yicha yana ham Ichki ishlar vazirligi tizimida mana kuchaytirilgan holda bugungi kunda mazkur yo'nalishda ishlar amalga oshirilmoqda. Keling, shu o'rinda bir oydinlik kiritib o'tsak, aksariyat holatlarda aholimiz aynan negativchilar, agar misol keltiradigan bo'lsak, tartiblar joriy etilsa, bir o'zini noroziligini ko'rsatishga harakat qiladi. Umuman xalqaro tajribaga e'tibor qarata olamizmi? Bugungi kunda aynan o'sha shaxsiy raqamli xavfsizlikni ta'minlash borasida qanday tartib-taomillar o'rnatilyapti dunyoda? Bu bo'yicha jahon tajribasini o'rganganimizda ikki tomon ham, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarga amal qilmagan yoki shaxsiy ma'lumotlar chiqib ketishiga sababchi bo'lgan omil vositalar ham teng javobgar sifatida belgilanishi ko'rsatib o'tilgan jahon tajribasida. Xuddi shunday bizda ham xuddi shu tamoyil bugungi kunda amalga oshirilmoqda. Ya'ni bu yerda nafaqat fuqarolarimiz tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni o'zlari berib qo'ygan holda, balki ma'lum bir o'sha internet resurslari deymizmi yoki axborot tizimlari ma'murlari tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni chiqib keltirishiga yo'l qo'yganligi sababli bugungi kunda javobgarlik belgilash masalasi belgilab o'tilgan. Rahmat. Keling, Sevaraxon, siz bilan ham suhbatlashsak, umuman biz ba'zan ko'p holatlarda e'tibor bermaymiz. Ya'ni o'zimizni shaxsiy ma'lumotlarimiz, shaxsiy hujjatlarimiz asosida kimgadir yaxshilik qilishga harakat qilamiz. Deylik, oddiy mana kitoblarni, deylik, o'sha internetga joylashtirilgan kitoblarni ham yaqinimizga olib berishga yoki tanimaganimizga qaysidir ma'noda o'zimizni shaxsiy ma'lumotlarimizdan foydalangan holda yaxshilik qilishga harakat qilamizda. Bu holatlarni dastlabki tartibga solish borasida sizlarning tizimlaringizga qanday ishlar amalga oshirilgan? Dastlab shu haqida ma'lumot bersangizda, keyin agar bunday holatlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, qanday tavsiyalar bor? Marhamat. Axborot kutubxona markazlarida bugun internet hammasi tashkil etilgan va elektron kitoblarga buyurtmalar qabul qilinadi. Aynan tashkilotda axborot xavfsizligi uchun bir kishi mas'ul etib buyruq asosida tayinlangan va uni muntazam axborot xavfsizligi bo'yicha savodxonligi oshirilib kelinadi va aynan o'sha shaxs buyurtmalarni qabul qiladi. Xo'sh, qanday? Buyurtmalar qabul qilganda biz kitoblarni biror bir shaxsni nomidan uzatishga yo'l qo'ymaymiz. Kutubxonaga kelib, kutubxonaga a'zo bo'lgandan keyingina kutubxonaga tashrifi chog'ida biz kompyuterdan foydalanish imkoniyatini yaratib, unga elektron kitoblarni taqdim etamiz. Elektron yetkazib berishda esa albatta u bizga kutubxonaga a'zo bo'lgan ID kartasini taqdim etadi. Taqdim etgandan keyin biz uni dasturda tekshiramiz. Haqiqatan shu ID karta shu insonga tegishlimi? Ya'ni u kutubxonani a'zosi bo'lgandan keyin, xavfsizlikni tekshirilgandan keyin biz kitobni taqdim etishimiz mumkin. Mualliflik huquqi asosida. Agarda mualliflik huquqi belgilangan kitoblar bo'lsa, biz kutubxonaga tashrif buyurishini va elektron o'quv zallaridan foydalanishga imkoniyat yaratib beramiz. Bu tartiblar, mana shu taomillar kitobxonlar uchun har doim ham ma'qul kelyaptimi yoki noroziliklar ham bormi? Qanday tushuntirasizlar? Bu bo'yicha e'tirozlar bo'lmagan, chunki bizda ochiq portal ham bor, ya'ni O'znil dasturida ID karta orqali onlayn a'zo bo'lgan taqdirda u to'g'ridan to'g'ri onlayn o'qish imkoniyati mavjud. Agar registratsiyalardan o'tishga layoqati yetmagan kitobxon bo'lsa, biz kutubxonaga tashrif buyurganda bizni xizmatlarimizdan kelib foydalanish imkoniyati yaratilgan. Demak, men kutubxonaga tashrif buyurdimda va o'zimni emas, o'rtog'imni o'sha shaxsiy ma'lumotlardan foydalangan holda kitob olmoqchiman. Ruxsat beriladimi? Qanaqa tartib? Yo'q, bu albatta bu ham xavfsizlikni ta'minlash uchun har bir fuqaroga o'zi uchun maxsus ID karta beriladi va ID kartaga raqam belgilangan bo'ladi va dasturda kiritilgan ID kartani biz shaxsiy ma'lumoti, ya'ni pasport raqami orqali olinadi va avvalambor kitobxon
surati ID kartada kitobxonni surati kiritilgan bo'ladi. Biz to'g'ridan to'g'ri surat orqali ham aniqlaymiz. Agar surati ID karta xiralashgan yoki bir holatda nosoz holatda bo'lgan bo'lsa, ID karta raqami orqali bazadan tekshirib, ism familiyasi va pasport danilari to'g'ri kelsagina biz uni ga xizmat ko'rsatiladi. Agar shunday holat uchrab qolingan taqdirda ogohlantirish ishlari olib boriladi. Juda yaxshi. Nima uchun bu savolni berdim? Mashhuraxon, sizga yuzlanmoqchiman. E'tibor bersak, kutubxona bu oddiygina, hech qanaqa bir moddiy bir maqsadlar bo'lmasligi mumkin yoki insonni hayotiga xavf soladigan holatlar kuzatilmaydigandek ko'rinar, lekin aynan o'sha kutubxonaga taqdim etilayotgan ma'lumotlar bu raqamli olamda ham shu ma'lumotlardan foydalanamiz, to'g'rimi? Shaxsiy ma'lumotlar o'zi, to'g'rimi yo'qmi? Demak, buning ham xavfsizlik darajasi juda yuqori bo'lishi kerak. Avvalo o'sha qayerga biz hujjatni, shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etyapmizmi, o'sha tashkilot, o'sha idora, o'sha vazirlikning ichki tartib qoidalari, kiber xavfsizlik bo'yicha qoidalariga bo'ysunishimiz kerak, to'g'rimi yo'qmi? Endi shu o'rinda ma'lumot berib o'tsangiz, bugungi kunda kiber jinoyatlar asosan qaysi usullarda sodir bo'lmoqda? Shu haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lsak. Bizda asosan shaxsiy ma'lumotlarni sizib chiqishiga sabab bo'layotgan eng katta omil bu inson omili hisoblanadi. Ya'ni biz o'zimiz shaxsiy ma'lumotlarimizni internetga joylaymiz va o'sha firibgarlar o'zini maqsadi yo'lida biz o'zimizda joylashgan kontent yoki o'zimizda joylashgan ma'lumotlar asosida bizning qiziqishlarimiz to'g'risida ma'lumotlarni yig'adi va o'z maqsadi yo'lida ishlatadi. Bu qanday amalga oshiriladi desangiz, buni masalan ochiq ma'lumotlar asosida razvedka o'tkazish deymiz. Bizani o'sha o'zimiz joylagan ma'lumotlar asosida yig'ib olingan ma'lumotlardan foydalanib, ya'ni bu shaxsiy ma'lumot bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aytadiki, men unaqa katta odam emasman, mendagi o'g'irlanadigan narsa yo'q deb o'ylaydi va o'zini ma'lumotlarini ochiqchasiga internetga joylaydi. Lekin sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz bu sizning eng qimmatli ma'lumotlaringiz hisoblanadi. Har bir shaxs o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishga har biri o'zi javobgar hisoblanadi. Demak, biz o'sha shaxsiy ma'lumotlarimizni mana Telegram yoki Instagram yoki boshqa shunga o'xshash messenjerlar orqali joylaymiz va o'sha firibgarlar biz haqimizdagi ochiq joylangan ma'lumotlardan, bu hech qanaqa noqonuniy emas, chunki biz o'zimiz joylaganmiz bu narsalarni. Demak, bulardan ma'lumotlarni yig'ib oladi va bizning nomimizga kredit olish yoki boshqa shunga o'xshaydigan holatlar kuzatiladi. Bizning nomimizdan foydalangan holda. Hozirgi kunda ko'pchilik bilamiz, eng oson yo'li mana masalan qandaydir bir kimnidir ma'lumotlarini olish, shaxsiy ma'lumotlarga ega bo'lish uchun qandaydir virus yoki dasturiy ta'minot ishlab chiqqandan ko'ra osongina o'sha shaxsni o'zi bilan muloqot qilib, uni manipulyatsiya qilish orqali ma'lumotlarni olish bu osonroq yo'l hisoblanadi har bir firibgar uchun. Demak, o'zini davlat xizmatchisi ko'rinishida tanishtiradi va sizdan o'ziga kerakli bo'lgan sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni o'zlashtirib olib, demak buni o'sha o'zini g'arazli maqsadida foydalanadi. Bunga asosiy sabab yana o'zimiz bo'lyapmiz. Ko'pchilik o'qimaydi, litsenziyasini nimaga ruxsat berayotganini o'qimaydi, tasdiqlash belgisini bosadi va shundoq telefondagi video kameraga ruxsat beradi, ovozli yozuvlarga. Bundan tashqari SMS xabarlarni o'qib olish uchun ham o'zi bilmasdan turib ruxsat berib qo'yishi mumkin. Hozirgi kunda masalan plastik kartadan bilamiz pul yechib olish uchun avval SMS xabarnoma keladi, tasdiqlash kodi keladi va buni kiritgandan keyingina pul yechib olinishi mumkin, to'g'rimi? Demak, hozirgi kunda shunaqa viruslar tarqalmoqdaki, o'sha dasturiy vosita bilan birgalikda o'rnatib olishingiz mumkin. Buni o'zingiz bilmagan holda dasturiy vositaning ichida bo'ladi va bu sizni o'sha telefoningizga yoki boshqa qurilmangizga kelgan SMS kodni o'zi o'qib olish xususiyatiga ega. O'shaning uchun demak har bir dasturiy vositadan foydalanganimizda haqiqatdan ham litsenziyadan o'tgan dasturiy vositami yo'qmi buni tekshirishimiz va o'sha oferta shartlari, umumiy oferta shartlari bo'ladi. Bularni umumiy tanishib chiqqan holda foydalanish tavsiya qilinadi. Rahmat, mana mutaxassislarimiz doimiy tarzda o'zini xavotirlarini aytib keladi, lekin afsuski bugungi kunda kiber jinoyatchilik juda avjiga chiqqan, rivojlanib boryapti. Shu o'rinda Isroiljon aka, mana sizlar o'sha kiber xavfsizlik markazida faoliyat yuritasizlar. Keling, oddiy umuman o'sha ba'zan o'ylab tursa buni tushunib yetadigan bir jinoyatlar ham sodir etiladimi? Masalan, kiber o'sha firibgarlarni tuzog'iga tushadigan holatlar. Umuman bugun biz raqamli xavfsizlikni ta'minlash uchun qanday bir harakatlarni amalga oshirishimiz kerak, qanday bilimlarga ega bo'lishimiz kerak, tavsiya bormi? Dunyo tajribasi o'rganganimizda shunaqa bir qiziq holatdan bo'lgandiki, ya'ni 2006-yilda Amerikada yashovchi har bitta fuqaroni adresiga konvert borgan. Konvert ichida $20 pul va bitta anketa bo'lgan. Sizdan talab qilinadigan narsa mana shu anketani to'ldirib, yana qaytib o'z adresiga yuborishingiz.
va bu masalan anketani to'ldirishdan maqsad sizni ishga vakansiyangizni ko'rib chiqish, sizga masalan bir davlat tomonidan yordam pul ajratilishi yoki sizga nisbatan bir qaysidir huquqlaringizni himoya qilish, sizga nisbatan masalan yashayotgan joyingizni sharoitni yaxshilab berish degan bir qator vazifalar bo'lgan, ijtimoiy masalalar bo'lgan, masalan sizni masalan tadbirga taklif qilish masalalari. O'shanda masalan xabari yo'q bo'lgan fuqarolar o'sha anketani to'ldirishgan, pulni o'zlari yopib qolishgan va anketani qaytib adresiga yuborishgan va shu orqali o'sha paytda o'zida ma'lumot yig'ish boshlangan. Shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish va keyingi firibgarlik hujumlarida mana shu ma'lumotlardan asoslangan holda unga telefon orqali yoki kuryer sifatida borib mana shu moliyaviy firibgarlik, tovlamachilik amalga oshirishgan. O'sha paytda buni tushungan aholi shunchaki pulni o'zi yopib qo'ygan, konvertga esa musorchalarga, ya'ni chiqindi idishiga tashlab yuborishgan. Hozirgi kunda agar e'tibor bergan bo'lsak, bu narsa xuddi shunaqa amalga oshiriladi, faqat elektron ko'rinishda. Ya'niki bizga telefon raqamimizga, pochtamizga, Telegram akkauntimizga va qaysi masalan ijtimoiy tarmoq messenjeri yoki bir ijtimoiy resursdan foydalansak, mana shu resurslar orqali xabarlar kelyapti, xuddi konvert misolida va unda xuddiki bizga moliyaviy tomondan manfaatli bitim bor. Ya'niki davlat tomonidan pul ajratilyapti, qaysidir bir konkursda ishtirok etishimiz mumkin yoki biz iPhone 15 yutib oldik va buni olish uchun o'zimizni ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. E'tibor bersak, xuddi mana shu 20 yil oldingi holat elektron shaklda amalga oshirilyapti va bunda hattoki yaqinda kuzatildi, mana shu Uzum marketplace orqali masalan tovar tashlab berib, sizdan talab qilingan narsa tovarni savatchangizga qo'shasiz va shuni rasmini olgan holda sizga topshiriq bergan insonga yuborasiz. U inson sizni kartangizga 20 ming, 30 ming so'm, 50 ming so'm miqdor pul tashlab beradi va sizga guruh taklif qiladi. Ya'ni bu guruhda har kun topshiriqlar e'lon qilib boriladi. Mana shu topshiriqlarni bo'sh vaqtingizni uydan bajarish orqali siz masalan katta daromad olishingiz mumkin qisqa muddat ichida. Va ular guruhda sizga taklif qilishadi. Hozir bizning marketplace'da tovarlar ulgurji savdosi bo'lyapti. Siz bizga pul kiritish orqali mana shu tovarlarni ulgurji savdosida qatnashib katta daromad olishingiz mumkin. Yoki mana shu marketplace'da masalan biz aksiyaga o'xshagan tanlov o'tkazganmiz. Pul bilan qo'shilsangiz, masalan avtomobilgacha yutib olishingiz mumkin deb ishontirishadi va pulni masalan sizga pul berishdiki birinchi qadamda siz daromad ko'rdingiz, ishonchli deb o'ylaysiz va o'z-o'zidan ularga pullarni o'tkazib berish holati ko'zda tutilmoqda. Shaxsga doir ma'lumotlarni masalan olish bo'yicha eng sodda holatlar mana hammamiz ko'chada kserokopiya xizmatlaridan foydalanamiz. Ya'ni kim hujjatlarimizni nusxalash uchun xizmat ko'rsatish shoxobchalariga kiramiz. O'sha paytda biz hujjatlarimizni berganda e'tibor bermaymizki, mana shu olingan kopiya kompyuterdan o'chirib tashlandimi? Chunki odatda skaner qilingan hujjat dastavval kompyuterda paydo bo'ladi, keyin kompyuterdan chop etilib beriladi. Yana bitta holatda to'g'ridan to'g'ri nusxalanadi u qog'ozga va shunda masalan birinchi nusxa olingandan keyin to'xtang, sal qiyshayib chiqib qolibdi qog'ozda yoki xato chiqib qolibdi deb turib boyagi hujjat tashlab unga yangisini chop etib beradi. U yangisini olib turib ketadi, lekin bu tomonda qolyapti. Bizni shaxsiy ma'lumotimiz, chop etilgan hujjat qolyapti. U g'ijimlangan holatdami yoki yirtilgan holatdami, u qolyapti o'sha shoxobchaning o'zida. Elektron ko'rinishda skaner qilsak, u elektron ko'rinishda qolib ketyapti. Eng oddiy holati bu ham o'sha shaxsga doir ma'lumotlarni olishi. Ya'niki biz bilmaymizki, masalan, manfaatlimi yoki bir hamkorligi bormi? Chunki kiber firibgarlik hech qachon bitta o'zi harakat qilmaydi, ular guruh tarkibida harakat qiladi. Xuddi har bitta tashkilotda eng kichik xodim bo'lganga o'xshab, ularda ham eng kichik xodimlar bor. Ya'ni kim dastlabki ma'lumotni yetkazib beradigan xodimlari bor va biz bilmaymiz bu shaxs kimligini. U do'stimizmi, hamkasbimizmi yoki telefonda bizga qo'ng'iroq qilgan bir tasodifiy shaxsmi? Yana bitta qiziq holat kuzatildi. O'zini mana shu telefon operatori deb tanishtirib qo'ng'iroq qilish holatlari juda ko'paydi. Ya'ni kim sizga telefon qiladi, o'zini sizni telefon kompaniyasi operatori deb tanishtiradi. Chunki kodiga qarab biz bilishimiz mumkin o'sha qaysi kompaniyaga tegishli bu raqam. Va sizga taklif qilishadi, shu hozir raqamlar bazasi yangilanyapti, o'sha raqamingiz muddatini cho'zib beraylikmi? 1 yilga, 10 yilga taklif qilishadi. Va o'sha hamma shartlarimiz, tarifingizni o'zgartirasizmi? Biz tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar sizga ma'qul bo'lyaptimi? Va masalan, yana qanaqa takliflaringiz bor? Eng oxirida mana shu olingan anketani tasdiqlash uchun kod yuborildi, shunda aytishingizni so'rashadi. U kod sizni shaxsiy kabinetingizga kirish kodi hisoblanadi. Ya'ni aloqa operatori tomonidan taqdim qilingan shaxsiy kabinetingizga kirish kodi hisoblanadi. Mana shu kodni aytish orqali ular mana shaxsiy kabinetdagi o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ham sizib chiqishga yo'l qo'yib berishmoqda va hozirgi kunda to'lov qilish imkoniyati mavjud. Ya'ni siz aloqa operatorining mobil ilovasini yuklab olib, uni ro'yxatdan o'tib, identifikatsiyadan o'tib, karta raqamingizni biriktirishingiz mumkin. Karta raqamingiz saqlanib qoladi va mana shu karta raqamidan to'lovni amalga oshirishingiz mumkin va bugungi kunda cashback ham
yo'lga qo'yilgan, ya'ni kim siz oddiy ilova orqali to'lov qilganingizga nisbatan o'sha operator ilovasi orqali to'lov qilsangiz sizga 10% miqdorda keshbek beriladi. Ya'ni bu foydalanuvchilarni o'ziga jalb qilish uchun qilingan, lekin foydalanuvchilar e'tibor bermaydiki, ha bu yerda ham qaysidir miqdorda meni ma'naviy va moliyaviy ma'lumotlarim saqlanmoqda, ertaga menga zarar yetmasligi uchun men buni himoya qilishim kerak degan narsaga e'tibor berishmaydi. Mana shu kodni aytish orqali ular mana shu o'zlarining kabinetlariga ruxsat berib qo'yishmoqda. Umidjon aka, keling, mana biz hududlarda targ'ibot ishlarini olib o'tamiz deyapsiz. Umuman internetda shaxsiy ma'lumotlarni qanday himoya qilish mumkin degan savol bilan yuzlanmoqchiman. Shaxsiy raqamli xavfsizlikka erishish uchun oddiy qadamlar nimalardan iborat bo'lishi kerak? Bu haqida tavsiyalaringiz bo'lsa. Yuqorida aytib o'tildi, texnik jihatdan yoki qaysidir bir yangi dasturiy ta'minot yoki qaysidir mutaxassisning ma'lum bir bilimga ega bo'lishi natijasida bu tizimda himoyalanishimiz mumkin. Lekin bugungi kunda shunday omil borki, bu inson omili, ya'ni shaxsiy o'zimizga tegishli bo'lgan omil, uni hech qanaqangi texnika bilan yoki hech qanaqangi bir yangi bir tushuncha bilan uni himoyalab bo'lmaydi. Bu faqat insonni o'ziga bog'liq bo'lgan tushuncha bo'lib qoladi. Oddiygina misol, mana bugungi kunda ajrimlar ko'payishiga asosiy sabablardan biri bo'layotgan jihatlardan biri bu shaxsiy ma'lumotlarni sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida manipulyatsiya qilib, ya'ni uni ovozi, videosini shu yuqorida aytib o'tilgan razvedka usuli, OSINT texnologiyalari deyiladi. OSINT texnologiyalari asosida sizga tegishli bo'lgan rasmlarni olib, uni sun'iy intellekt texnologiyalar yordamida ishlov berib, oila a'zoyingizga jo'natadi. Shu bilan siz bilan bog'liq oilaviy muammolar kelib chiqadi. Endi shunday yana bir jihati borki, xuddi shu rasmlarni o'zingizga jo'natadi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali shunaqa rasmlaringni topib oldim. Mana shu rasmlarni tarqatmaslik uchun ma'lum bir pullar talab qilinadi, firibgarlar. Yoki bo'lmasa oilaviy mojarolar keltirib chiqaradi. Buni natijasida nima bo'lyapti? Buni natijasida shaxsiy ma'lumotlar tarqalib ketganligidan qo'rqib ketgan fuqarolarimiz o'zini o'zi suitsid holatigacha olib kelyapti. Ya'ni bizga bilamiz, ma'lumki, bizda ayol kishini, qiz bolani sha'ni bu birinchi o'rinda turadigan jihatlardan biri hisoblanadi. Hatto oxirigacha surishtirmasdan turib qaror qilib olish bizning mentalitetimizga xos jihatlardan biri. Ya'ni buni tagini surishtirmaydida, o'sha xo'jayini deymiz yoki turmush o'rtog'i chetda bo'lgan bo'lishi mumkin. U hech qanaqangi narsani tagini so'rab surishtirmay, bu texnologiyami, bu montajmi, bu o'ylab topilgan narsami, buni surishtirmasdan uyga keliblar qaror chiqarib qo'yadi. Ya'ni o'sha ayolga nisbatan qaror chiqarib qo'yadi. Bu o'lim holatiga yoki osib qo'yish holatiga yoki o'shani javobini berib yuboradi deydi. Umidjon aka, mana hozir oqibatlar haqida gapiryapmiz, juda qo'rqinchli. Haqiqatan ham bu albatta hech kimga bu holat uchramasin deymiz, lekin afsuski internet bor ekan, rivojlanish, taraqqiyot, texnologiyalarning rivoji bor ekan, bunday holatlar yuz beradi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana qo'limizdagi smartfonlarda kun davomida soatlar vaqtimizni ajratib o'sha selfi rasmlar tushamiz yoki bolalarimizni rasmlarini mana hozir sun'iy intellekt bir boshqacha shakllarda, anime yoki boshqa ko'rinishlarda chiqazib beradi, undan zavqlanamiz. Lekin uni saqlash masalasida har doim ham qayg'uravermaymiz. Demak, ko'p oqibatlar, salbiy oqibatlar shu e'tiborsizlik natijasida kelib chiqyapti-da. Keling, aynan o'sha e'tiborni jamlashimiz, bu shaxsiy ma'lumotlarimizni saqlashga odatlanishimiz uchun yoki qandaydir tavsiyalar bormi? Deylik, o'sha biz albatta qurilmamizda kirish uchun qaysidir kodlashimiz mumkin, lekin undan keyingi jarayonlarni ham qanaqadir tartibi bo'lishi kerak. Chunki biz bu mumkin emas deb undan foydalanmaslikni tavsiya etmaymiz. Lekin qaysidir ma'noda o'sha savodxonligi bo'lsin, o'sha deylik bank kartasi bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi yoki boshqa faqatgina savodxonligi bo'lsin deyapmiz. Shu bo'yicha tavsiyalaringizni bering. Bu bo'yicha juda ham oddiy, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, har qanaqangi manbalarga shubha bilan qarashni o'rganishimiz kerak. Ya'ni istalgan sizga kelgan har qanaqangi xabarga shubha bilan qarab, uni manbasini tekshirmasdan turib, u bilan bog'liq qaror chiqarmaslik tavsiya etiladi. Birinchi asosiy bizning tavsiyamiz shu. Ya'ni istalgan sizdan ijtimoiy tarmoq orqali birorta fayl keldi, o'sha faylni birdan o'rnatib qo'ymaslik kerak. Buni so'rab, surishtirib, kerak bo'lsa ochib ko'rishga harakat qilmang. Qilmang. Yaqinda bir holat kuzatildi, o'zimni tanishimdan ijtimoiy tarmoq orqali bir fayl jo'natildi. Sen ushbu tadbirda boshlovchilik qilibsan, bu o'zingmisan degan xabar keldi. Men uni oldimda qo'ng'iroq qildim o'rtog'imga. Ushbu xabarni sen jo'natdingmi? Yo'q, men jo'natmadim dedim. Ko'ryapsizmi? Mana oddiygina o'sha shubha nazarimda shunday bo'ladi. Xuddi shunday shubhali xabarlar jo'natilishi mumkin. Siz bilan bog'liq holatlar yoki sening rasming
internetlarda tarqamoqda bu senmisan kabi fayl ko'rinishidagi yoki sizga SMSlar kelishi mumkin, katta miqdorda pullar yutib oldingiz, ushbu pullarga ega chiqishingiz mumkin. Xuddi shu kabi manbasi aniq bo'lmagan ma'lumotlardan ehtiyot bo'lish talab etiladi va bunga doimo shubha bilan qarash talab etiladi. Ikkinchi asosiy tavsiyalarimizdan biri bu shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashda juda ham ehtiyotkorona harakatlanish lozim. Ya'ni kimga jo'natyapsiz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni. Bo'lishi mumkin otangizga, onangizga jo'natishingiz mumkin, lekin siz bilmagan, siz ko'rmagan, tanimagan odamga hech qachon siz to'g'ringizda har qanaqangi ma'lumotlarni jo'natmaslikka harakat qilish kerak. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotganda o'sha ijtimoiy tarmoqqa joylayotgan qanaqa rasm joylamoqdasiz, qanday ko'rinishda u rasmlar yoki bu rasmlar nima maqsadda joylanyapti, o'shalarga alohida e'tibor qilib qarab qo'ysangiz kelajakda kiber firibgarlar yoki kiber jinoyatchilar tuzog'iga tushib qolishdan o'zingizni va oilangizni asraysiz. Rahmat. Mashhuraxon, keling, siz ham o'z tavsiyalaringizni ma'lum qilsangiz. Umuman shaxsiy ma'lumotlarni mana biz har doim ham faoliyatimizni nazorat qilavermaymizda. Bir qancha profillarni ochib tashlashimiz mumkin, akkauntlarni birgina qurilmamizda 2 ta 3 ta akkaunt yoki bank kartalarini ochib tashlashimiz mumkin. Ba'zan tanishlarimiz pul o'tkazmoqchi bo'lsa, o'sha kartani rasmga tushirib tashlash holatlari ham, uni o'sha qabul qilingan muddati yoki qachongacha muddatli iste'molda bo'ladi. Bu ma'lumotlar shunchaki taqdim etaveramizda. Keling, umuman internetda shaxsiy ma'lumotlarni qanday himoya qilishimiz mumkin? Eng dolzarb tavsiyalarni bersangiz. Hozir aytib o'tishimiz kerak, birinchi navbatda bilishimiz kerak, tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Ya'ni biza foydalanayotgan, bizga taklif qilinayotgan har qanday taklif osonlikcha bizga kelmaydi. Demak, ular evaziga albatta bizdan nimadir so'raydi. Masalan, Telegram Messenger ko'pchilik ishlatadi, hozir ko'pchilik foydalanuvchilarga keladi, premium versiyasini olish yoki shunga o'xshaydigan boshqa takliflar bo'lishi mumkin. Bilingki, demak, bu narsani sizga tekinga taklif qilyaptimi, sizdan evaziga o'sha shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki shunga o'xshaydigan boshqa qimmatli ma'lumotlarni so'rayapti. Demak, birinchi navbatda yana aytishimiz kerak, o'sha bizga kelayotgan exe fayl, apk fayl, ya'ni zararli dasturlar, zararli dasturiy vositalar keladi. Biz ularni ochmasdan oldin tekshirishimiz kerak. Xo'p, qanaqa tekshiramiz degan savol bo'ladi. Bizani Kiberxavfsizlik markazi davlat yunitar korxonasi tomonidan Cyber Kalkon Telegram bot yaratildi. Bu botga, demak, o'sha sizga kelgan zararli faylni yuborsangiz, u zararli yoki zararli emasligini ochmasdan turib aniqlab olish huquq barcha foydalanuvchilar bu xizmatdan foydalanish mumkinmi? Albatta, siz demak barcha foydalanuvchilar uchun bu ochiq. Hozir o'sha Telegram botga kirib, demak o'sha sizga kelgan faylni ochmasdan turib, zararli yoki zararli emasligini tekshirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari havolalar keladi, har xil havola kelishi mumkin. Masalan, sizga tashlaydi, tanishingizni akkauntidan kelishi mumkin yoki boshqa. Demak, buni ham tekshirmasdan turib ochmaslik tavsiya qilinadi. Bir narsa, aholiga qanchalik qulaylik yaratilgani sayin shunchalik xavfsizlikka bo'lgan, demak, ehtiyoj kuchayapti. Ya'ni qanchalik qulaylik elektronlashdi, mana ma'lumotlarimiz qanchalik elektronlashgani sayin, demak, xavfsizlikka biz shunchalik e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Rahmat. Marhamat, sizdan ham ayni o'sha kutubxona yo'nalishida tavsiyalar va o'sha maslahatlar bo'ladigan bo'lsa, qisqa ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Shaxsiy ma'lumotlar himoyasi uchun albatta axborot kutubxona markazlarida lokal tarmoqlari mavjud va har bitta mutaxassisga ta'kidlab o'tiladi, lokal tarmoqqa hech qanday shaxsiy ma'lumotlaringizni joylashtirmang. Faqatgina kutubxona yuzasidan, kutubxona ishlari bo'yicha ma'lumotlar joylashtirish tavsiya. Nega bunday tavsiya beriladi? Chunki lokal tarmoqqa to'g'ridan to'g'ri boshqa birovning tarmog'iga boshqa birov kirish imkoniyati berilgan. Serverda lokal tarmoqdagi barcha ma'lumotlar serverda jamlanadi. Serverdagi admin har bitta lokal tarmoqqa kirish imkoniyatiga ega. Demak, sizlar tomonidan ogohlantirildimi? Endi bunga o'zini shaxsiy ma'lumotlarini joylagan shaxs o'zi aybdor bo'ladi, to'g'rimi, yo'qmi? O'zi aybdor bo'ladi, lekin biz oldin olishga harakat qilamiz va yana shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, to'g'ridan to'g'ri noma'lum joylardagi Wi-Fi'lardan foydalangan holda shaxsiy ma'lumotlarni uzatish taqiqlanadi. Biz shuni ham tavsiya etgan bo'lardik, chunki Wi-Fi tarmog'iga ulanganingizdan keyin Wi-Fi'dagi adminlar foydalanuvchi to'g'risidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati to'g'ridan to'g'ri biz ochib bergan bo'lamiz va bundan tashqari biz fuqarolarga, yoshlarga, jamiki aholiga shuni ta'kidlab o'tgan bo'lardikki, axborot
texnologiyalar rivojlangan bir davrda har bir insonda 3 ta yo'nalish bo'yicha bilim va ko'nikma mavjud bo'lishi kerak. Birinchisi media savodxonlik, ikkinchisi kiber xavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikma va axborot xavfsizligi bo'yicha. Bugungi kundagi mana shu 3 ta savodxonlik har bitta fuqaroga, har bitta insonga kerak bo'ladigan savodxonliklardan biri deb hisoblanadi va inson o'zini muntazam shu yo'nalishlar bo'yicha malakasini oshirib borsa, kiber xavfsizliklar yoki hujumlarga duchor bo'lmagan bo'lardi. Va yana bitta narsani ta'kidlab o'tgan bo'lardik. Bugun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish holati tobora kundan kunga o'sib bormoqda va har bitta fuqaro akkauntidan foydalanayotganda shaxsiy ma'lumotlarni iloji bo'lsa o'z shaxsiy profilida ham asramasin. Shaxsiy profilda qaysidir kanal ochib, o'zi uchun maxsus guruh ochib saqlab qo'yish ham menimcha bu to'g'ri emas. Telefon qurilmasida mayli saqlash mumkin, lekin shaxsiy profilda, akkauntida saqlashi kiber xavfsizlikka, kiber hujumchilarga imkoniyat eshigini ochgan bo'ladi. Rahmat, keling Isroil aka, bugungi suhbatimizga yakuniy xulosani sizdan olaylik. Mana ba'zan yuqorida bir misolni keltirdingiz, qaysidir ma'noda qallob operatorlar telefon qilgan bo'lsa-da, uni sizning qurilmangizga keladigan kod bu haqiqiy. To'g'rimi? O'sha kodni taqdim etayotgan avvalo shaxs, avvalo o'zingiz, to'g'rimi? U masalani aynan o'sha kiber jinoyatni sodir etilishida aynan sizning ishtirokingiz bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun xulosaviy fikrlaringiz, marhamat. Shu ko'rsatuvimiz orqali aholiga qaysidir ma'noda bir foydali manbalarni taqdim qilgan bo'lsak, foydali ma'lumotlarni bergan bo'lsak, men o'ylaymanki, ketkazgan vaqtimiz va bu kursni ko'rish uchun tomoshabinlarni ketkazgan vaqti bekorga ketmaydi. Men qisqacha qilib 5 ta tavsiya bermoqchi edim. Birinchi bu texnik bilimlaringizni oshirish. Ya'ni qo'lingizdagi qurilmadan foydalanish imkoniyatlarini to'liq ko'rib chiqish. Ikkinchisi, axborot savodxonligingizni oshiring. Axborot savodxonligini oshirish bizga qaysi manbadan qanday axborotni izlab topishni o'rgatadi. Uchinchi tamoyil kiber xavfsizlik. Ya'ni o'zingiz foydalangan resurslarda kiber xavfsizlikka zid bo'lgan holatlarni payqagan taqdiringizda bu resursdan foydalanishni to'xtating. Yoki sizga kelgan xabarni zararli ekanligi shubhalandingizmi, bu xabarni ochmang va tegishli davlat tashkilotiga tezkor xabar bering. To'rtinchisi, axloqiy, me'yoriy qoidalarga amal qiling. Ya'ni mana shu internet resurslaridan foydalanishda axloqiy me'yoriy qoidalarga, birov qadr qimmatini hurmat qilishga va o'zingizni kamsitadigan ma'lumotlarni internetga oshkor qilmaslikka intiling. Va 5-chi eng asosiy tamoyil, Umidjon aka aytib o'tganlaridek, tanqidiy fikrlang. Ya'ni sizga xabar keldi, bu xabar nima uchun aynan sizga yuborildi? Nima uchun bu taklif aynan sizga berilyapti va nima uchun aynan sizga, masalan, moliyaviy tomondan tez fursatda boyib ketish imkoniyati taqdim qilinmoqda. Mana shu 5 ta tamoyil. Ya'ni texnik ko'nikmalarni oshirib borish, axborot savodxonligini yaxshilash, kiber xavfsizlikka e'tibor berish, axloqiy me'yor qoidalarga rioya qilish va 5-inchisi eng asosiy tamoyil bu tanqidiy fikrlash. Rahmat, xulosaviy fikrlar. O'ylaymanki, eng kerakli ma'lumotlarni teletomoshabinlar o'zlari uchun qabul qilib oldilar. Demak, ayni shu 5 tamoyilni agar o'zimizga bir dasturli amal qilib oladigan bo'lsak, ayni bu orqali biz o'zimizga o'zimiz g'amxo'rlik qilgan bo'lamiz. To'g'ri, davlat tashkilotlari, vazirliklar juda katta ishlarni olib boryapti, lekin eng asosiy qahramon baribir shaxsiy ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlashda o'zimiz mas'ul ekanmiz. Muhtaram ishtirokchilar, tashrifingiz va bildirilgan fikr mulohazalar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, internetdagi xavfsizlik o'zimizdan boshlanadi. Texnologiyalar, qonunlar va davlat choralari haqiqatdan ham o'z rolini o'ynaydi, ammo har bir foydalanuvchining ongli xatti-harakatigina raqamli makonni haqiqatdan ham barqaror va xavfsiz qiladi. Buni qancha ko'p odam tushunsa, umumiy tizim shuncha ishonchli bo'ladi. Bu Studiya 24 dasturi edi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.